Bugun senga so'radim. Ada, o'zi 500 ming so'm yoqib qo'ygan pulimga yaxshi velosiped beradimi, ha? Olamiz, bolam, olamiz. Hozir shu magazinga kirib suv oling. O'g'lim, tinchlikmi, nima bo'ldi? Ada, ana makina qarang. Xo'sh, nima bo'pti bolam? Nega bunaqa ahvolda o'tiribdilar? O'g'illari yo'qmi? Bilmasam, bolam, bordi. Qorinlari ham ochib ketgandir. Ada, shu velosipedga yig'gan pulimni shu do'daga beraylik. Velosipedni keyin olaveramiz o'zimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doda, mana shu sizga. Nega? Shu pulni sizga ilingan insonni duo qilib qo'ysiz bo'ldi. Amin. O'sha odamni tanini sog', xonadoniga rizqi baraka bergin. Baxtli qilgin. Allohim o'zing mukofotlagin. Allohu akbar. Ada, zo'r ish qildik-a. Ha, bolam, zo'r ish qilding. Shunaqa farzand bergan Allohim o'zingga behisob shukr.